3000 ta aholiga qanaqa kuchlanish endi bu? 70 yoshni qoralagan Salom Otachoriyev qishlog'idagi uzoq yillik elektr tokidagi muammodan so'zlarkan. Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Bahoriston mahallasining 5 ta qishlog'ini elektr toki bilan ta'minlovchi transformator juda kichik kuchlanishli bo'lgani sabab tez-tez uzilishlar va kuchlanish pastligidan odamlarga noqulaylik tug'dirayotganini aytadi. Bitta qo'ydilar, o'g'illantirdik. Bu kuchi kam, bizga bir ichmasa 300 talik qo'yinglar dedigan ham. Qo'ydilar, o'sha portladi, bu kun telefon qilib ko'rib, ishonmadilar, kelib olib keldik haqiqatan ham. Yana ham almashtirdilar. Biz hozir yangidan yana xalq kengayib ketyapti, uchastkalar ko'payapti. Endi hozir simchoblar, nari ko'chalarga o'tsangiz boqing, bu 50 yil, 60 yil bo'lgan. Bu simchoblarni almashtirish kerak. 63-yilda shu liniya tortilgan, simchob tortilgan. O'shandan beri bironta sim yog'och almashtirilmagan, qiyshayib yiqilib ketib, tagidagi stop nimalarni, aporlarni armaturlar chiqib ketgan, chirib ketgan. Yo'lning usti, bachalalar maktabga o'tib qaytadi. Yo'q, transformator ham o'tgan yili yangi yil kechasi portlab ketdi. Olib ketib 100 talik transformator o'rniga 70-60 talik transformator keltirib qurib ketdilar. Buni betini ko'rib, yaltiroqligini yangi demak nima? Usti yaltiroq, ichi qaltiroq deganlar shu misolda ish qilinganda bu yerlarga. Yog'inli vaqtlarda kunlab elektrsiz qolamiz deydi odamlar. Sal shamolda ham osilib qolgan elektr simlari bir-biriga tegib tok o'chadi. Tok bo'lgan paytida ham juda past bo'ladi deydi ular. 220 volt tok kerak bizga 130, 120, 100 o'chadi qoladi-mu. Ishini qilib bo'lgan srogi tugaganda. Srogi tugagan yangi qo'yish kerak. Transformator. Muammo yechimi uchun Jondor tuman elektr ta'minoti korxonasiga murojaat qildik. Masalaga befarq bo'lmagan xodimlar bizni kuttirmasdan darhol manzilga yetib kelishdi hamda qishloqdagi elektr muammosidan xabardorliklarini va uni tegishli dastur orqali hal qilishayotganini bildirishdi. Vazirlar Mahkamasining 330-qarori bo'yicha 50 ta stalba, 2 dona, 1 dona 160 kvalik, 1 dona 100 kvalik transformator qo'shimcha o'rnatilibdi. Aholining murojaati bo'yicha. Aholi murojaat qilgan tok pastligi haqiqatan simlar o'ralishi nima bo'yicha murojaat qilgan. Shu munosabat bilan kam ta'minlangan oilalar deb yoki qizilga tushgan mahallaga transformator bergan. Vazirlar Mahkamasining 330-qarori bor. Mana bu yerda proyekti bor, nimasi bor. Demak, bu o'rnatiladi. Shu yil ana hozir proyektini berdi, o'rnatamiz hozir. Qancha vaqt muddat ichida bo'ladi bu? Qancha muddat? Uzog'i shu oxiri bilan yoki bo'y boshi bilan o'rnatilib 1-iyungacha tugatib berilishi kerak degan bu yerda qarorda. 1-iyungacha tugatib yoqib beramiz. Demak, yaqin orada hududning elektr ta'minoti yaxshilanib, eski simyog'ochlar yangisiga almashtiriladi. Sizlar orqali aniq natijani eshitib xotirjam bo'ldik deydi odamlar. Muammoning ijobiy yechimi kunlarda ham xursandchilik xabarini yetkazishni niyat qilib xayrlashish chog'ida. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.